Endi bu funksiya bilan muhim eslatmalarni aniq o'tkazib olmaysiz. Yuraychani qizartirib qo'ying, hozir qanaqa qilishni o'rgataman. Rasm va komandani kanalimizdan yuklab olsanglar bo'ladi. Rasmni saqlanib qilganingizdan keyin fotoga kiramiz. Rasmni bosamiz. Men knopkani bosib turib, добавить в album bosamiz. Yangi albom sozat qilish kerak bo'ladi. Plus bosib, yangi albom sozat qilamiz. Kredit yozamiz. Xuddi shunaqa yozilishi kerak. Sozatni bosamiz. Tayyor. Endi komandaga kiramiz. Komandada mana komandamiz tayyor. Bu yerda ham 3 ta chiziqchani bosib turib, обоyni tanlaymiz. Обоyga основной обоyni tanlab olish kerak bo'ladi. Mana bosdik. Endi orqaga qaytib avtomatizatsiyaga kiramiz. Yangi avtomatizatsiyaga bosamiz va время sutка tanlaymiz. Bu yerda sizlar o'sha обоy qo'yilish vaqtini tanlaysizlar. Masalan, ertalab 8 da va поместицамga bosamiz. Endi siz o'sha eslatish kerak bo'lgan kunni tanlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Keyingi oyi, masalan, 11-chi bo'lsa-da, sizda немедленно запуск qilib turib, daliyani bosamiz. Keyin kredit rasmini tanlaymiz. Tayyor.